Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hayvonlar gametogenezi haqida gaplashib chiqamiz. O'tgan darsimizda o'simliklar gametogenezi haqida gaplashgan edik. Xo'p, hayvonlar gametogenezi, ya'ni gametogenez o'zi nima deganda, biz o'tgan safar ham aytdik, gameta bu jinsiy hujayra bo'lsa, demak jinsiy hujayralarning rivojlanishi. Demak, jinsiy hujayraning rivojlanishi bu gametogenez. Xo'p, gametogenez ikki xil bosqichga bo'linadi. Birinchisi spermatogenez, keyingisi ovogenez. Chunki bizda ikki xil jinsiy hujayra bor. Birinchi spermatogenezda demak urug' hujayralar, ovogenezda esa tuxum hujayralar rivojlanadi. Shuni ikkalasi birgalikda gametogenezni tashkil etadi. Endi bu yerda yana savol bo'lishi mumkin. Nazariyaga oid qanaqa desa, qaysi organizmlarda gametogenez bitta organizmda kechadi. Ya'ni spermatogenez ham ovogenez ham bitta organizmda kechadi desa, endi bu biz bilamiz, endi bu germafroditlarda bo'lishi kerak. Chunki germafroditlarda tuxum hujayra ham, urug' hujayra ham bitta organizmda bo'ladi-ku. Shuning uchun spermatogenez ham, ovogenez ham bitta organizmda kechadi shuni. Endi ayrim jinsliklarda spermatogenez erkak organizmda, ovogenez esa urg'ochi jinsi organizmda kuzatiladi. Xo'p, gametogenezning ikkala bosqichi, ya'ni ikkita turi, spermatogenez ham, ovogenez ham o'z navbatida bosqichlarga bo'linadi. Ikkalasi uchun umumiy bu bosqichlar. Shuning uchun men o'rtaga yozaman. Birinchi bosqich ko'payish. Xo'p, ko'payish bosqichi. Ikkinchi bosqich o'sish bosqichi. Keyingi bosqich yetilish bosqichi va oxirgi bosqich shakllanish. Demak, ovogenez ham, spermatogenez ham 4 bosqichga, ko'payish, o'sish, yetilish va shakllanish bosqichlariga bo'linadi. Endi bu har bir bosqich haqida to'xtalib o'tamiz va har birini nomma-nom eslab qolishga harakat qilamiz. Bu videoni ko'rgandan keyin yana 1-2 marta ko'rib va kitobdagi 10-sinf va yangi 10, eski 10lardan yana nazariyasini ichini o'qib, yana ham mustahkamlab olishga harakat qilamiz. Chunki milliy sertifikat testlarida ham mana tushyapti va bu testlarda juda ko'p haligi tushadigan savollardan biri. Ya'ni mavzu shunaqa. Xo'p, ko'payish davrida birinchi spermatogenez haqida gaplashamiz. Demak, ko'payish paytida birlamchi jinsiy hujayralar bo'ladi bu yerda. Birlamchi jinsiy hujayralar. Bu birlamchi jinsiy hujayralar spermatogenezdagi ko'payish davridagi birlamchi jinsiy hujayralarning nomi spermatogoniyalar. Nima ekan? Spermatogoniyalar bo'ladi. Xo'p, bu biz bilamiz, jinsiy hujayralar gaploid to'plamiga ega bo'lishi kerak. Lekin bu hali jinsiy hujayra maqomiga ega bo'lmagan hali. Ya'ni birlamchi jinsiy hujayra hali u gametogenez bosqichidan o'tmagan. Shuning uchun bu somatik hujayralar bilan to'plami bir xil bo'laveradi. Somatik hujayra bilan, ya'ni 2N, 2S to'plamiga ega bo'laveradi. Demak, spermatogenezning ko'payish davridagi hujayralarning nomi spermatogoniyalar deb atalib, ularning to'plami 2N, 2S, ya'ni bir DNKli xromosomalarning diploid to'plami bo'ladi. Xo'p, bu spermatogoniyalar o'zidan bo'linishni o'tkazadi. Ya'ni o'zini nomi bilan ko'payishni amalga oshiradi. Bu bo'linish qaysi usulda amalga oshadi desa, bu mitoz usulida amalga oshadi. Mitoz usulida amalga oshib, aytaylik, bu bo'ldi bitta spermatogoniya deylik, shuni. Bir dona spermatogoniya o'zidan bo'linishni o'tkazadi-da, ikkita hujayra hosil qiladi mana. Endi
Bularni ham to'plami qanaqa to'plam desa, bularni ham to'plami 2n 2s 2n 2s. Chunki spermatogoniy hujayrasi o'zidan mitoz o'tkazyapti. Biz bilamiz, mitoz shunday to'plamni yana qayta tiklaydi. Xo'p, bu hujayralarning nomi ham baribir hali ham spermatogoniy bo'lib turibdi. Chunki o'sha hujayra yana o'zidan shunday mitoz bo'linyapti xolos. Spermatogoniy turibdi shular. Endi bu davrda biz bitta spermatogoniyaga nisbatan olyapmiz. Aslida bu yerda juda ko'p spermatogoniylar bor. Ularning hammasi mitoz usulda bo'linib ko'payadi. Xo'p, endi shu bitta hujayrani biz o'tkazaylik keyingi bosqichga. Mana o'sib tursin. Demak, bu ham o'tgan, biz bitta hujayra misolida o'rganamiz. Demak, qaysi davri bu? O'sish davri. Demak, o'sish davriga o'tgandan keyin hujayrada o'zgarish bo'ladi. O'zining nomi bilan endi bo'linmaydi. Ya'ni ko'paymaydi, balki endi o'sadi. Mana kattalashdi. Ya'ni o'zida oziq modda to'playapti bu. Oziq modda to'plab o'sdi. Va bu yerda yana bitta jarayon yuz beradi. Ya'ni nima bo'ladi desa, DNK 2 hissa ortadi. Demak, o'sish davrida shu hosil bo'lgan hujayra DNKsi 2 hissa ortdi. 2 hissa ortsa nima bo'ladi desa, 2n 4s bo'lib qoldi. Chunki DNK ortdi-da. Oqsil sintezlandi, DNK 2 hissa ortdi. Biz DNK 2 hissa ortini qachon kuzatgan edik? Bo'linishlarda. Qachon desa, bu interfazaning sintez davrida. Demak, interfazaning sintez davrida 2n 4s to'plam bo'lgan edi. Ya'ni DNK 2 hissa ortgan edi. Biz ko'rib turibmizki, demak, bu yerdagi hujayra bo'linishga tayyorgarlik ko'ryapti ekan. Xo'p, 2n 4sli hujayra endi 2n 2sli hujayradan, ya'ni spermatogoniydan farq qildimi? Qildi. Va bu hujayraning nomi endi o'zgardi. Endi nima bo'ldi desa, bu hujayraning nomi birlamchi spermatosit bo'ldi. Demak, birlamchi spermatosit hujayrasida to'plam 2n 4s bo'lar ekan. Xo'p, interfaza holatidagi hujayralar bular. Interfaza. Ya'ni hujayrani bo'linishga tayyorgarlik davri bo'lyapti. Demak, qanaqadir bo'linish yuz berishi aniq. Demak, endi bu hujayralar o'tadi keyingi bosqichga, ya'ni yetilishga. Yana pastga tushyapti endi. Yetilish bosqichiga o'tyapti hujayralar. Demak, yetilish bosqichida biz bilamiz, demak, ko'payishda bo'ldi mitoz. Endi yetilishda bo'ladi meyoz bo'linish. Demak, bekarga bo'lmagan ekan mana bu interfaza. Demak, meyoz bo'linishning interfazasi, ya'ni yetilishda bo'ladigan meyozning interfazasi o'sish davriga to'g'ri keladi. Qaytaraman. Meyoz, ya'ni yetilish davrida bo'ladigan meyozning interfazasi o'sish davrida bo'ladi. Mana bu yerda mitoz bo'lgan. Bu interfaza bo'lmaganmi bunda desa, bunda ham bo'lgan. Demak, buning interfazasi o'sha ko'payish davrining o'zida bo'lgan xolos. Ya'ni ko'payish davrida ham mitozning interfazasi bo'lgan, ham mitoz bosqichlari bo'lgan. Endi meyoz qaysi bosqichda? Yetilishda. Uni interfazasi desa o'sishda bo'lyapti. Demak, tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi davom etamiz. Hozir o'zi 10 sekund vaqt qolibdi. Keyingi videoda davom etamiz buni.